Jigarlar, hammaga assalomu alaykum. Qandaysizlar? Joylar sog'mi, charchaysizlarmi? Ancha tanaffusdan so'ng yana men kontent qilishni boshladim. Aynan bir sabablarga ko'ra endi yana PUBG'ga qaytdik. Men 100% emas, har holda zerikkanda просто kontent qilyapmiz. Hop, bugungi videomiz WoW karta yaratish bo'ladi. Ko'pchilik Telegramda yozyapti. O'shaning uchun WoW karta yaratish haqida video qilyapman. Misol uchun mana WoWga kirib yaratishni bosamiz. Mana o'zim yaratgan kartalarim shu yerda. 5-6 ta karta yaratganman. 6 ta ekan. Sizlar ham kirib o'ynab ko'rsanglar bo'ladi. Yaxshilarini videoni opsiyasiga yozib qo'yaman. Kirib o'ynab do'stlarga taklif qilsanglar bo'ladi. Hop, bo'lmasam WoW karta yaratishni bosamiz. Bizda har xil anaqalar bor. Kartalar, misol arena bor. Tayyorlar o'shani bosib, ozgina o'zgartirish kirgizib, o'zingizga olsanglar bo'laveradi buni. Mana har xil o'zlar kirib ko'rsanglar, bo'lmasa men bu sharoitga kirib yaratishni bosamiz. Xo'p, jigarlar, PUBG akkaunt savdo kanalim bor. Kimga ishonchli akkauntlar kerak bo'lsa, bemalol yozaverasizlar. Kanal silkasi videoning opsiyasida bo'ladi. USD'sizlarmi, akkaunt savdomi hammasi bor. Kirib bemalol yozaverasizlar. Mana kirishimiz yili shunaqa zona ochiladi. Mana kartamiz bo'sh, ishlamasi yo'q. O'zimiz sekin to'ldiramiz. Bo'lmasam nima qo'ysak bo'ladi, bir daraxtlar qo'yamiz. Bu yerda tayyorlari bor. Tog', daraxt. Shuni qo'yaylik. Endi yana bitta shundan qo'yaylik. Toshlarga qarab turib, tosh. İki tarafta bir xil tosh olib qo'yaman. Tarafchacha. Bu yoqda ham tosh bor, bu yoqda ham tosh. Misol o'rtalariga nima qo'ysak bo'ladi. Deb o'ynaysan, shuni xohlaganlar misol uchun turib chankishing qo'yib qo'yamiz yetib. Mashina qo'yaylik. Misol shu yerda o'zlari yoqqan narsalarni bu yerda yana o'zingizlar qo'shimcha daraxtlar qo'shib qo'ysanglar bo'ladi. O'zingizlar har xil ideyalar qilib. Toshlar bor misol. Mashina konteynerlar bor. Ne xo'p qo'ysanglar. O'zingizlar ideya qilib buradan chiqadi. O'ta to'ldirib yuborsang bo'lmaydi. Hop, endi buni atrofini o'rash kerak. Nasıl zona qo'yamiz. Uzunligini qisqaroq bo'ladi. Balandlik tepalikka. Bu tarafga
uzunlik qancha 50 metr. Sizlar bu yoqqa uzun bo'ldi. Bundan ko'p olamiz. Bu yerga qo'yamiz. Mana bo'sh qolgan yerlarga kichkina uychalarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Endi bu taraf pol atrofini o'rab qo'ysak, shundan chiqib ketolmaydi. Mana shuncha o'ynashaveramiz hali. Bo'ldi. Böylece oldu benimce. Burçlar yine nasıl koysalar ama ona silah koyma silah ama şimdi koysam yani bitti bu madem de har xil daraqdashqa uylar ham bor. Har uylar qo'yib qo'ysanglar bo'laveradi. Men просто video cho'zilib ketmasdan turib tez-tez naqd qo'yapman. O'sha gap yana jigarlar akkaunt kerak bo'lsa Telegramdan yozsanglar, o'zim sizlarga chiroyli narxlarda akkauntlar qilib beraman. Kerak emas. Bitta yetadi. Asosiy narsa o'tgan bo'lsa, bu yerda odam tug'iladigan joy. 3 ancha qilib qo'yilgan. Unda ikki taraf bir xil bo'lib qolar ekan. Shunga bir tug'ilayotgan to'siq qilib qo'yamiz. Shu yerga qo'ysa ham bo'laveradi ekan. Tug'ilgani tartibga qo'yish mumkin-da. O'shaning uchun kichikroq uycha qaysi bor endi. Kichikroq garajcha. Bölgen daha koyarız. Keyin yoniga hoppa. Şöyle şunu bitta qo'yamiz. Bu joy tekis bo'lishi shart emas. Mesela o'yin boshlaganda ko'rinmay qoladi. Nasıl o'rgatib bostirib bitta jamoa qilamiz, saqlashni bosishga ketamiz. Bunga kirib bu yerga solta ham birinchi jamoa qilib qo'yamiz. Bir qilib qo'yamiz. Bunisi ham bunga bo'sh qilib turib, bunga bir qilib qo'ysak bo'ldi. İkincisi uchisi ana bu yerga ustiga yozishni bosib turib, masalan, o'yin nechta tugashini, masalan, 2 marta o'ldirgandan keyin tugaydi o'zi. Saqlashni bosamiz. Bu yerda masalan, qaysi qurollar deymiz, bunisi kirish ishlaymiz, misol uchun kuchli.
birinchilik uchli qilib turib, sumkani ikkili qilaylik. Misol 416. Xo'p, endi ob'em beraylikmi? Storet shart emas. Misol bu yerdan misol uchun aptechka, granata, to'rtta qilaylik. Misol uchun to'rtta beraylik. Endi granata mana misol to'rtta bundan ham. Dimna to'rtta. Bu yerdan misol оружие narsalar kuchli persel birli nimagazinki topildi. O'zinglardan shunaqa qilib ideya qilib qolgan narsalarni qo'ysanglar bo'laveradi. Misol hop saqlash vaqti keyingisi tushsani buyumlarni berish deganim o'shani bosamiz. Misol birinchi jamoaga beramiz, saqlashni bosamiz, chiqamiz. Keyin bunisiga kirib turib o'ziga joylashib ketdim. Tirilgan o'yinchi yana jamoa bir shu yerdan tiriladi. Bosamiz. Bunga kiramiz, bunga bosamiz. Bo'ldi, o'sha bunisi hal. Yana bunga kirib turib, buyumlar bunga berildi. Endi plus bosib, mana ikkinchisiga ham shuni buyumlar bergan yoqib qo'yish kerak. Ikki o'yinchi ham tug'ilganda оружие bilan tug'iladi. Bunga tushib turib, bu yerdan ham buyumlar berib qo'yamiz. Men berildi bo'ldi o'sha. Hop, endi sinab ko'ramiz. Buyumga xato ketyapti. Uzr. Ularni o'chirib turib. Misol, shular qo'yganimizdan keyin buyumlarni kirib turib, o'chirib turadi. Tirilgan joy. Shu buyumlarni beramiz mana. O'yin boshlaganda avtomatik o'sha so'zlangan qurollarni sonra birga to'g'riladi. Endi narigi tarafga o'tamiz. Qani deymizmi? Ikkinchi jamoa. Bunga bunisi 2 qilib qo'ysa, bunga bosh, bunga 1 saqlash kengisiga tushib, bu ham shunga bunga 2 marta qilib qo'yamiz. 2 marta bo'ldi. Hop, endi olib buni ham ikkinchi jamoa qilib qo'yamiz. Saqlash kengisiga tushib, tirilgan joy buyumlarni berish. Bo'ldi. Endi saqlashni boslaylikchi. To'qilishimiz bilan оружиеlarni tushuyapmiz. O'zinglar har xil ideyalar qilib narsalar qo'shib tog'lardan degancha uylar qilib keyin havo karta yaratib normalniy soqqa qilsalar ham bo'ladi. Men video davomida tushuntirib ketaman. Normalniy bo'ldi. So'chak qilgan ishlar bor. Shu joyni yaxshilab kuzatinglar. Agar bir xil qilmasanglar, sizlarning havo kartalarni o'ynamay yonib qolar. Hop, mana nastroykasi turibdi. Ana sahar yonda o'shanisi bitta bossak, men qilganim bilan bir xil qilib qo'yinglar. O'yin daqiqasi 5 minut yetadi. Raund. 3 ta raund qilib qo'yaylik. Chatda yoqib qo'yish kerak. Shu yerdan ko'ra o'zinglar har xil narsani o'zgartirishga kirishsanglar bo'ladi, lekin men qilganman bir xil qilsanglar yaxshi.
Misol nechtala tugasin deb bu yerga mana 20 taqib qo'yaylik. Bo'ldi. Keyin bu yerga odam soni, bu yerga qurbonlar soni nechtaligini bo'ldi. Keyingisiga o'tib turib, o'yinchi asosi sozlamasi. Keyin bunga o'tsak mana. Jangdan keyin avtomatik davolash. O'lgandan keyin avtomatik davolanib turadi. Keyin buzilgan ishlarni to'g'rilash. Misol tirilgandan keyin necha minutdan keyin, necha sekunddan keyin o'lsin deyapti. Misol 3 sekund otsa ham hech nima qilmasin. Tirilish momentini mana shuni 1000 qilib qo'yiladi misol mana. Misol bitta o'lgandan keyin shuni 1000 qilmasanglar tug'ilmaydi. Hozir o'laversa 1000 marta tug'ilaveradi. Shuni 1000 qilib qo'yinglar. Misol o'lgandan keyin tirilish sekundi. Bunga 3 sekund yetadi. Bo'ldi. Tezligi bularga tegmaysizlar. Cheksiz patronlar cheksiz dorilarga qilib qo'yasizlar. Bo'ldi. Saqlashni bosib, keyingisiga o'tib, bunisiga tegmaymiz. Bunisiga o'tib turib, jamoadosh raqami, bu shart emas. Bunga mana taydesi bunisiga o'tib qo'ysanglar, misol sherik unga dushmaningiz yotgandan keyin joni qancha qolganini ko'rsatib turadi. Shunaqa qilib qo'ysanglar yaxshi. Bular shart emas. Bu yerga misol nom qo'yish kerak. Xo'p, M416 va AVM. Tagi o'zinglar misol har xil narsalar yozib qo'ysanglar, hozir bunda yozish shart emas. Buni saqlashni bosamiz, chiqamiz. Saqlashni mana ishlayapti. Tepara chiqib turibdi. Keyin yana bir narsa, bu yerga doska qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Misol qanaqadir o'zingizlarning bizneslaringiz bo'lsa, yozib qo'yib, bu hammaga ko'rinadi. Mana doskani qo'yamiz. Shu yerga qo'yaylik mana. Stena to'rkasiga bosib turing mana. Misol uchun public Gmail UCCR xizmati kerak bo'lsa 24 ga 7 xizmatizdamiz. Telegram lich. Shoh UC. Misol shu gap. UC kerak bo'lsa, email yozasizlar. Bu yerga mana ulkan qilib turib, markazga qilib qo'ysak mana. Hammaga ko'rinib turadi bu. Mana PUBG Mobile UC servis xizmati kerak bo'lsa 24 ga xizmatimizdamiz. Telegram o'sha ko'payib ketgani uchun doskaga sig'mayapti. Mana o'sha PUBG Mobile UC servis xizmati kerak bo'lsa 24 ga xizmatimizdamiz. Kerak xizmati. Kerak bo'lsa bo'lsa biz xizmat turish shuni qilib qo'ying. Sizlar shunaqa o'zingizlar shart emas, endi o'zingizlarga masalan nima bizneslaring bo'lsa mana. Telegram lichkamiz bo'lsa xaridlar. Hammaga ko'rinib turadi bu. Keyin asosiy narsasi xo'p, bunday kiramiz, o'yinda yaxshi joyini rasmga olib qo'yishimiz kerak. Buni bosib turish, suratga olish. O'yinchilarga ko'rinib turadi. Mashinaga qarab, o'yin yaxshi ekan, o'ynasa bo'ladi, kiradi. Bu narsani qo'ymasanglar bo'lmaydi. Keyinchalik misol o'yinlar kuchayib ketgandan keyin o'zingizlar har xil rasm qo'ysanglar, hozircha shunaqa qilib rasmga olib qo'yiladi. O'sha yaxshi joylarni rasmga olib qo'ysanglar. Saqlash. 4 tagacha qo'ysanglar bo'ladi. Ko'proq qo'ysanglar yaxshi. Yaxshi joylaridan chiqamiz. Endi bu yerdan olamiz. Bo'pti, mana shu servisdan bitta reklama qilib ketaylik.
videoni agar ko'rib sizga ancha foydali shunaqa voqea yaratgan bo'lsanglar, kanalimizga obuna bo'lib, maksimalni poddesh qilib tursanglar, keyingi videolarda misol hozir birga yasadik, keyingi videolarga 2 3 shunaqa qilib har xil yasashni o'rgatib ketaman. Bu yerdan saqlashni bosib turib chiqib ketamiz. Bu kartamiz bundan oldin karta o'zi ariza beruvdim, o'zi tayyor deb SMS kelyapti. Ishlatib ko'rsatyapman mana. O'zi shuni yasovdim. Xuddi shunga o'xshatib hozir. Endi unda video yo'qolmagan, endi video yo'qolib boshqatdan ham yasayapman. Hop, mana hozir yasagan kartamiz turibdi. Nom beruvdi-yu. M416 va AVM qilib turib, birga bir bu yerga misol o'zlariga yoqqan narsani yozib qo'ysak, kartamiz yoqqan bo'lsa taklif qiling. Bu yerga tek misol uchun arena, birga bir, qaysi qurolda, misol uchun AVM yoki 416 o'shalar qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Misol mana turnir pul topsanglar bo'ladi degan joyim bor edi-yu. Ana o'sha narsani chiqib turibdi. O'shanga yuborasizmi deyapti. Yuborsanglar ham bo'ladi, xohlasanglar. Bu yerda mana bu chon yoqib qo'ysanglar, boshqa yaratuvchilar ham mana shu o'yinlarni ko'piga olib, o'ziga ham shunaqa yasab olsa bo'ladi. Xohlasanglar shunday yoqib qo'yinglar. Boshqa o'yinchilar ham sizlardan ko'piga olib yasasa bo'ladi. O'tmani yoqib qo'ying, mana shuni ko'rib sizlar ham ko'piga olib o'zlariga yasab olsanglar bo'ladi. Misol uchun chop etishda bo'lsangiz, nashr qilish. Mana pul topishdan xohlasanmi deya shunga yuborsanglar, bu vol kartalar tanilib mashhur bo'lib ketgandan keyin sizlarga pul to'laydi. Tanlovda nima deb tushunmadim. O'sha tanlovga yuborish limiti tugayapti deyapti. Mana unga yubormay qo'yamiz. Chop etish, nashr qilish, o'zgartirish. O'zgartirish qayerda? Bo'ldi, tekshiruvga ketdi. 24 soat ichida tekshirilib, misol kartalar yaxshi bo'lsa tekshirib o'yinga qo'yadi. Misol hozir tayyor bo'lgandan keyin o'ynab video qilib ko'rsatib beraman sizlarga. Ungacha oldingi yasagan kartamizni o'ynab ko'ramiz misol uchun. Hozir janoqa odam ko'p, masalan reklama qilaman, o'zi yaqinda yasadim. Misol bu yerda mana yangi ochganlarda mana bu yerdan odam qo'shsanglar bo'ladi. Shunaqa qilib o'ynamasanglar ko'tarilish qiyin bo'ladi. Bir-ikki shunaqa reklama qilib yoki shorts video qilib Instagram, YouTube'ga qo'ysanglar, keyin anchagina ko'tarilib mashhur bo'ladi. Normalniy soqqa qilsanglar bo'ladi bundan ham. Bu yerdan misol taklif qilib o'zingizlar o'ynasanglar bo'laveradi. Taklif yuborsanglar, qabul qilgani qildi, bo'lmasa kutsanglar yana. Mana o'sha odam topildi, o'yinni startni bosdik, mana kiryapti. Kirayotgan bo'lsa, AVM birga bir. Ochgan chiqadi. Ochgancha shunday qilib mana o'sha tug'ilganda yonma-yon bo'lasizlar. Birinchisida o'yin boshlangandan keyin o'sha yerga nariyoq qolib qo'yadi dushmaningiz. Yerikkani shunaqa qilib yasab qo'ydim, normalniy. Bu yerda tashqarida nariga o'yinda zona qo'shmasam, bu devor qilib qo'ydim. Keyin videolarda zona qo'shiladi. Bu ham mana 2 minutda o'ldirgandan tugaydi. 3 raund bo'ladi. Uqlari cheksiz, dorilar cheksiz. Shu anaqa kartani ID'sini
videoni opsiyasiga qoldirib qo'yaman, kirib obuna bo'lib qo'ysanglar. Oldingi videolarni ko'chirib yuboribmiz. Ancha kamchiliklarimiz bor. Boshqa ham o'yinlarimizdan chiqib ketdi. Bu mana jigarlar o'rgatamiz. Ulardan просто maksimal deyishaman. Video yurishga ate bo'lib bo'lmayaptim ya. Haligi anaqa qilib yuboraman hozirgi yasaganimiz ham. Agar Yevropada video montaj qilib, bunga anaqa yozib qo'yganman doskaga. PUBG Mobile service. Telegram Quvonch BUC. Quvonch BUC'lar ham chiqib kelaveradi. Kirib akkauntlarimiz bor o'sha yerda. O'shalarni bo'zroq tushib qolib shekilli. Shu o'ynayapti. Endi o'sha gapi. Otdi молодец. Bundan chiqib ketaveramiz o'zi. Ko'rdinglar mana. Chiqish. Mari kartamiz tayyor bo'ldimi-ki? Yo'q, hali tayyor emasdi. Tayyor bo'lganda sразу ham qo'shib, video orasiga qo'shib olaman yoki ID'sini tashab qo'yaman, kirib o'ynab ko'rsanglar baravar. Jigarlar, joyinglar sog' bo'lsin, o'zinglar ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishgungacha